Assalomu alaykum. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan tayyorlangan haftalik dayjest bilan tanishing. O'tgan hafta suv ta'minoti sohasida muhim voqealar bilan yodda qoldi. Erishilgan natijalar va amalga oshirilayotgan islohotlar kelgusidagi ustuvor vazifalar negizida aholi manfaatlari uchun yanada takomillashtirildi. Demak, ushbu sonni o'tkazib yubormang. Biz boshladik. 2028-yilgacha mamlakatimizda ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini 87% ga, 2030-yilga qadar esa ushbu ko'rsatkichni 90% ga yetkazish sohaning ustuvor vazifalaridan biridir. Bu haqida O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ichimlik va oqova suv tizimlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda ma'lum qildi. Hurmatli yurtboshimiz bugungi yig'ilishda ichimlik suv va oqova suv tizimlari bo'yicha oldimizga yana marralarni yuqori qo'yib topshiriqlar berdilar. Demak, sababi marralarni yuqori qo'yilishining sababi bizda ichimlik suv va oqova suv uchun xalqaro moliya institutlari va respublika byudjetidan ajratilgan mablag'lar yetarlicha ajratilgan. Magistral suv tarmoqlarini hurmatli prezidentimiz tanishib chiqdilar va buni takomillashtirish bo'yicha bizga topshiriq berdilar. Endi biz ichimlik suvini ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchini alohida hududlarda alohida sotuvchi bo'ladigan bo'ldi. Aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash hamda sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda xalqaro hamkorlikning o'rni beqiyos. Shu maqsadda O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Ahmad Suvankulov hamda Xitoyning China Energy Overseas Investment kompaniyasi vitse-prezidenti Li Yaxong boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Uchrashuvda Navoiy shahrida zamonaviy ichimlik suv tozalash inshootini barpo etish loyihasi muhokama qilindi. Rahbarlarning yoshlar bilan uchrashuvi ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu an'anani davom ettirayotgan O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov o'tgan haftada Namangan suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati yoshlari bilan uchrashdi. Suvankulov Ahmad Qurashqul ishlashtirganlar boshlanganida yoshlar ko'pincha qanaqa xatolarga yo'l qo'yadi. Birinchi o'rinda tadbirkorlikni boshlashdan oldin albatta shu yo'nalishda qolaversa qonunchilikni bilish kerak-da. Qonunni bilmasdan turib, bino qurib qo'yib, keyin binoga hujjat qilaman demaslik kerak. Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimi samara bermoqda. O'tgan hafta boshqaruv raisi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Nodir Xadjamov Nukus shahrida sayyor qabul o'tkazdi. 30 nafardan ortiq fuqaro ishtirok etgan tadbirda sohaga oid 12 ta murojaat qabul qilindi. Sizlarni eshitgan keldik. Nima masala bo'lsa, bemalol hokimlikning masalasiga chiqarish. Lo'nda qo'yib berish kerak ekan. Qilib suv ta'minlangan 100% rahmat sizlarga. Hududlarda zamonaviy infratuzilmani barpo etish ishlari doimiy nazoratda. O'tgan hafta boshqaruv raisi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Komilbek Yusupov Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida barpo etilayotgan ichimlik va oqova suv tizimlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi.
Suv resurslarini samarali boshqarishda xalqaro hamkorlik tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan o'tgan haftada Toshkent Moskva formatida video ko'prik muloqoti bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston milliy suv strategiyasini ishlab chiqishda rossiyalik mutaxassislar ishtiroki hamda suv xo'jaligi va ekologiya xavfsizligi yo'nalishida ikki tomonlama hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Tadbirda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Xurshid Rahmatullayev ham ishtirok etdi. Dastlabki konsepsiya ishlab chiqilib, O'zbekiston rahbariyati tomonidan ma'qullandi. Ushbu konsepsiya 43 ta strategik ustuvorlikni o'zida birlashtirgan 9 ta strategik yo'nalishdan iborat. O'zbekiston sharoitida aynan galereya tipidagi suv tozalash, suvni tejash va suv tayyorlash inshootlari eng maqbul yechimdir. Ularning afzalligi nimada? Ular eng samarali, ekologik toza va eng muhimi, nisbatan kam kapital xarajat talab qiladi. Endilikda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida ham ichimlik suv ta'minoti tubdan yaxshilanadi. O'tgan haftada tumanda yirik suv ta'minoti infratuzilmasi loyihasi amalga oshirila boshlandi. Loyiha doirasida qariyb 480 kilometr suv tarmoqlari tortilib, 18 ta suv inshootlari qurilib, modernizatsiya qilinadigan bo'ldi. Surxondaryoni to'g'risi yillar, asrlar davomidagi orzuyimiz. Mana shu suv muammosi Sheroboddagi Muzrabotda mana shu yerdan juda katta yerda ostidan daryo o'tib ketgan. Juda katta shirin suv bor. Hamma biladi, mana oqsoqollarimiz. Samarqand suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati Toyloq filiali tasarrufidagi Bog'ichinor 1 suv inshootining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Anchadan beri suvimiz bor edi, lekin bir kun bor, bir kun yo'q, bir hafta bor, yana bir oy yo'q. Odamlar juda ham qiynalib ketishdi. Xudoga shu mana rahbarlarimiz kelishdi, hokimlarimiz, administratsiya kelishdi, xudoga shu 3 oyda operativ tarzda tez ochib berishdi. Suvni juda ham toza, xudoga shu. Aholi xursand. Jizzax viloyati Zafarobod tumanida Baliqli mahallasida ilk bor ichimlik suv tarmoqlari tortila boshlandi. Men Baliqli mahallasida 25 yildan beri yashayman. 25 yildan beri bitta yerda suv ichamiz. Ana hozir mahallamizga ichimlik suv kelyapti. Rahmat prezidentimizga, baraka topsin, ko'p yashasin, ishqab uyimga suv keltiryapti ekan deb eshityapmiz, hozir kelyapti, traktor ko'rib o'tiribmiz. Bundan Baliqda ayollar juda ham xursand bo'lyapti. Prezidentimizga rahmat. Toshkent shahrida tadbirkor 3,2 milliard so'mlik ichimlik suvidan noqonuniy foydalandi. Ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish o'g'rilik jinoyati darajasiga ko'tarilganiga qaramay, ayrim tadbirkorlarning jig'ildoni tugul, vijdoni oldida ham yengil maqom darajasida qabul qilinyapti. O'tgan haftaning reyd tadbirlari xususida navbatdagi lavhada tanishing. Suv pulini vaqtida to'lash kerak yoki? 1027 kuba. Xonadonni ko'zdan kechirganingizda nima aniqlandi? Suv hisoblagich bor ekanmi? Suv hisoblagichi bor, tamg'asi, nazorat tamg'asi yo'q, shartnoma qilinmagan. Vodokanal bilan noqonuniy turibdilar. Mazkur xonadon ichimlik suvidan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Ushbu fuqaroga eng kam oylik haqini 15 barobar ma'muriy jarima qo'llanadi. Summasi 6,180 ming. Reyd tadbiri davomida to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirayotgan fuqaroga ham mikrofon tutdik. Uyingizda ichimlik suvidan foydalanasizmi? Foydalanamiz. Odamlarga nima degan bo'lardingiz? Mana bugun qarzdor fuqarolarga nisbatan reyd tadbirlar o'tkazilyapti. Suv pulini vaqtida to'lash kerak yoki? O'zi eng arzoni ichimlik suvdi. U bo'lmasa, ya'ni hayot nima deydi, to'xtab qoladi. Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida keng ko'lamli tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Mirpo'sti mahalla fuqarolar yig'inida yuzaga kelgan yuqori qarzdorlikni bartaraf qilish, noqonuniy holatlarni oldini olish. Maqsadimiz aholini foydalanilgan ichimlik suvi to'lov intizomini shakllantirish, o'z vaqtida yuzaga kelgan qarzdorlikni bartaraf qilish, iste'molchilarga o'z haq-huquqlarini tushuntirishdan iborat. Sohada malakali kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan haftada dispetcherlik xizmati xodimlari malaka oshirish kurslari muvaffaqiyatli yakunlandi.
Salar oqova suv tozalash inshootiga zamonaviy havo tozalash filtrlari o'rnatila boshlandi. Bu esa aholining e'tirozlariga sabab bo'layotgan badbo'y hid chiqishining oldini olishni kamaytiradi. Bu filtrning asosiy vazifasi oqova suvlarda kelayotgan serovodorod va ammiak gazlarini, badbo'y hidlarni oldini olish. Shu gazlarni filtrlab tozalab atmosferaga chiqarib beradi. Bu filtrimizda 4 ta bosqichli, 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichlar tabiiy filtrlar, 4-chi bosqichida ultrafiolet nurlar orqali zararsizlantirib atmosferaga badbo'y hidlarni tozalab chiqarish maqsadi. Sohadagi barcha islohotlarning bosh mezoni xalq roziligi uchun. Davlatimizning mustaqilligini sharofati bilan mana ko'chalarimizda, qishloqlarimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Tarixda bo'lmagan ishlar bo'lib ketdi. Ko'chalarimizda mana umrim davomida bunaqa ishni ko'rmaganman. Mana ko'chalarimizga suvlandi. Bizning ko'chamiz suvsiz edi. Ariqdan ichardik, tashib ichardik, pulga sotib olib ichardik. Juda qiyinchilik bilan suv masalasi bizda bir global masala bo'lib qolgandi-da. Hozir Xudoga shukr mana ko'chamizni suvlashtirdi. Hozir mana chiqib boshladi suvimiz. 4-5 kundan beri suv ichyapmiz. Suvimiz toza, sifatli, juda bir ajoyib bo'ldi. Endi xalqimiz juda ham bir minnatdorda, hay desangiz. Bizning o'zimizda ham ko'nglimiz juda bir xotirjam. Sababiki uyimizda suvimiz bor, yo'limiz soz. Prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan aholi farovonligini, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash natijasida qilinayotgan ishlar bizning qishloqlarimizda ham bilinyapti. Mana shulardan biri mana suv. Ilgari qishlog'imiz bir kichkina buloqdan suv olar edik. Yildan yilga buloqimiz suvi kamayib ketganligi sababli biz suvga bo'lgan ehtiyojni qondirmay qoldi. Shuning natijasida mana bu sa'y-harakatlar bo'ldi. Har bitta xonadonda suv boradi. Har bir xonadonda bu kranlashtirib, hovliga kirgizib bergan. Kranni ochasiz, olaverasiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz qisqacha shulardan iborat edi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining ijtimoiy resurslarini kuzatishda davom eting. Hozircha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.